Ha, nima deysan endi gapir. Videoga men turingda, gapim bor. iPhone 17 olib bering. iPhone 17? Sen iPhone 17 ni ish biligini bilasanmi? Yo'q, hozir hamma blogerlarda iPhone 17da. Ha, ular o'zi ishlab olayotgandir yo, akasi olib beryapti ekan ularga ham. Men ham ishlayman-ku. Bo'pti, shu ishlagan pulingizni bering, men olib kelib beraman hoziroq. Pulim mamamda-da. Mamam olib bermaydi. Ha, mayli, olib beraman. Bitta shartim bor-da sizga. Qanaqa shart? Yangi yilgacha o'rtaga safar mushuk etdim. 3 kunda 30 mingta obunachi yig'dik. To'g'rimi? Mushuk olib berdim. Yo olib bermadimmi? Olib berdingiz. Olib berdim. Hozir yangi yilga hali 14 kuncha vaqt bor-da. Agar shu 14 kunning ichida 250 mingta obunachi bo'lsangiz, yangi yil kuni olib beraman. 250 mingta bo'lsak, aniq olib berasizmi? Aniq olib beraman. Faqat yangi yildan keyin emas. Faqat shu 31-kungacha 250 mingta obunachi bo'lish kerak Instagramda. O'shaning uchun hozir mana shu videoni qo'yamiz sizni profilingizga. Obunachilaringizdan so'rang. Iltimos do'stlar. Podpiska bo'ringlar. iPhone 17 lik bo'lib qoling. Ding. Ha, gapiring. Iltimos do'stlar, rosa ko'p like bosib yuboringlar. Rosa ko'p emas, eng asosiysi podpiska bo'lish kerak. Ha, chiroyli qilib ayting. Bundoq qilib namaste qilib ayting, hintlar qiladi-ya. Bundoq qilib. Ya ikkita qo'lda qilish kerak, ikkita qo'lda. Ha, iltimos do'stlar. Iltimos do'stlar, podpiska bosib yuboringlar. Podpiska bosib yuboringlar, shu bechara iPhone 17 lik bo'lsin. Yo'q.